Assalomu alaykum, hurmatli hamshaharlar va brifing qatnashchilari. Men Isroil Jahongir, Farg'ona shahar hokimi o'rinbosari, investitsiyalar, sanoat va savdo bo'lim boshlig'iman. Hozirgi kunda Farg'ona shahrida investitsiya sohasida amalga oshirilayotgan masalalar bo'yicha qisqacha ma'lumot berib o'tmoqchiman. 2025-yilda Farg'ona shahrida yanvar-avgust oylarida to'g'ridan-to'g'ri xorijiy investitsiyalar va xorijiy kreditlarni o'zlashtirish evaziga 40 ta korxonalar tomonidan, shu jumladan Amasta MCJ, ZTF Global, Fergana Swan Cotton va boshqa korxonalar evaziga 316,7 million dollar o'zlashtirildi. Bu rejaga nisbatan 154% ni tashkil etadi. Shu bilan birga 2025-yil yakuniga qadar 45 ta korxonalar tomonidan umumiy qiymati 802,1 million dollar bo'lgan xorijiy investitsiya ishtirokidagi loyihalarda amalga oshiriladi. Buning natijasida 4770 nafar fuqarolar bandligi ta'minlanadi va 429,4 million dollar miqdorida to'g'ridan-to'g'ri xorijiy investitsiyalar o'zlashtiriladi. Davlat dasturiga kiritilgan loyihalarni amalga oshirish borasida 2025-yilda amalga oshirilayotgan ishlar bo'yicha gapirib o'tsam. 2025-yilda Farg'ona shahrida umumiy qiymati 13 trillion so'mlik 520 ta loyiha ishga tushishi evaziga 22,504 ta ish o'rin yaratilishi rejalashtirilmoqda. Shu jumladan 2025-yilda Farg'ona shahrida davlat va hududiy investitsiya dasturi evaziga umumiy qiymati 476,9 million dollarlik 129 ta, yanvar-avgust oylarida umumiy qiymati 82 million dollarlik 110 ta loyiha ishga tushirilishi evaziga 2300 ta ish o'rini yaratildi. Joriy yilning yakuniga qadar 65 ta loyiha evaziga 177,6 million dollarlik loyiha ishga tushirilishi evaziga 4199 ta ish o'rini yaratiladi. Farg'ona shahrida 2023-2024 yillarda Jahon banki va xalqaro moliya institutlaridan mablag'lar hisobidan umumiy qiymati 53,2 million dollarlik mablag'lar o'zlashtirilgan. Shu jumladan 2023-yilda 8,4 million dollarlik, 2024-yilda 21,5 million dollarlik va 2025-yilda 23,2 million dollar o'zlashtirildi. Shu bilan birga 2025-yilda Jahon banki va xalqaro moliya institutlarining 45,1 million dollarlik mablag'lari o'zlashtirilish rejalashtirilgan. Shundan yanvar-avgust oylarida umumiy qiymati 23,2 million dollarlik bo'lgan 36 ta loyiha ishga tushirilishi evaziga 220 ta ish o'rin yaratildi. 2025-yilning yanvar-avgust oylarida 174 ta korxona tomonidan 104 million dollarlik eksport amalga oshirildi. Bu ko'rsatkich 2024-yilga nisbatan 192,7% ni tashkil etadi. Sanoat mahsulotlari yo'nalishida 137 ta korxona va qishloq xo'jaligi mahsulotlari eksportida 37 ta korxona faoliyat ko'rsatmoqda. Shu bilan birga 2025-yilda 119,3 million dollarlik miqdorda mahsulotlar eksportini amalga oshirish rejalashtirilgan. Shu jumladan 105 million dollarlik sanoat hamda 13,6 million dollarlik qishloq xo'jaligi mahsulotlari eksporti amalga oshiriladi. Ta'kidlash joizki, tovar va xizmatlar eksportini tubdan oshirish, eksportbop mahsulotlarning nomenklaturasini kengaytirish islohotlari o'z samarasini bermoqda. Oyma-oy eksportga ortish grafigi, talab etiladigan aylanma mablag', transport xarajatlarini qoplash bo'yicha manzilli ishlar tashkil etilib, mazkur chora-tadbirlarni tizimli muvofiqlashtirish uchun shahar shtabi tashkil etilgan. O'tgan yil davomida eksportni qo'llab-quvvatlash bo'yicha yaratilgan imkoniyatlarni keng targ'ib qilish orqali 30 dan ortiq yangi tadbirkorlik subyektlarini eksport faoliyatiga jalb qilindi. Joriy yilning yakunigacha Farg'ona shahrining investitsion salohiyatini oshirish bo'yicha ishlar jadallashtiriladi va yangi ish o'rinlari yaratiladi, yangi ish quvvatlari yaratiladi. E'tiboringiz uchun rahmat.